Assalamu alaikum hörmətli televizor görgüçülər. Görüp atqanınlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının aptal xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə jarayanda yüz bergan Uyğurlarga əlaqədar mühim vəqələrdən məlumat verimiz. Mən Erkin. Xitay hökumətinin 2009 yıldan bu yana Uyğur elində yürgüzüb gələn tor qamılı nəticəsində Uyğur torçılığı ağır zərbəyə uçurğan bolsunmu, amma Uyğurlarning tor və ictimai taratqularındakı avazını bütünlüy yo'q qilib təməgən. Zulmetlik Tuprak namlıq romani və Toxtu Pokan mavzusidagi bir yürüyüş çatma hikoyaları arqılıq tonilgan yosh tor yazğıcısı Abdülmet Hoca Abdullah yaqinqi yillar mabaynida Uyğur tor dunyosida kuchlik ta'sir paydo qilgan tor yazğıcılarining biri. Ahvaldan xabardor kishilarning oshkorlashicha, yazğıcı Abdülmet Hoca Abdullah buningdan 2 yil burun, ya'ni 2014-yili Qaraqashda tutqun qilinib, 6 yildan 8 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan. Ötken hafta Uyghur Abdunum rayonluq daireler Xitay hökumetinin 2006 yılı çıkarıp icra kılıp atkan dini işlerini başkuruş nizamıga özgertiş kirgizgenlikini e'lon qilgan. Onun da balalarını dini faaliyetlerge rıg'batlantirgan, qiziq to'g'an yoki qistigan ota-onalarning jazolandiganligi eskartilgan. Egallanishicha, bu belgileme bu yil 1 noyabrdan boshlab kuchga ega bo'ladi ekan. Radyomuz bu haqda Uyghur elidagi munosabatli o'rinlardan ma'lumot olishga tirishdi. Qashqar Ma'rif va siyosiy qonun boshqarmasining bir xodimi 18 yoshga to'shmagan bolalarga har qanday usulda diniy ta'lim-tarbiya bergan ota-onalarning jazolanganligini bildirdi. Indoneziya taftish mahkamasi oldingi hafta Nurmuhammad Abdullah ismli bir Uyg'ur gumondorini terrorlik suiqasdi planlagan deb ayblab, uningga 8 yillik qamoq jazosi berishini talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Nurmuhammad Abdullah o'tgan yil 12 oyda Jakartada yana bir Uyg'ur gumondor Arif Hidayatullah bilan birga tutqun qilingan. Hidayatullah bu yil 3 oktyabrda Indoneziya doiralari tomonidan 6 yillik qamoq hukm qilingan edi. Yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur musofirlarining Sharqiy Janubiy Osiyodagi Tailand, Malayziya va Indoneziya qatorliq ellarda terrorlik bilan ayblanib qo'lga olinish va sotlanish voqealari xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'amoqda. Shvetsariyaning Janva shahriga berib, dadisi İlham To'xtaga berilgan 2016 yillik Martin Inalus kishilik huquq mukofotini topshirib olgan Javhar İlham 17 oktyabr kuni Amerikaga qaytib keldi. U radyomizning ziyoratini qabul qilib, Uyg'ur xalqining qonuniy haq-huquqlarini talab qilganligi uchun og'ir badal to'layotgan dadisi İlham To'xtadan faxrlanganligini bildirdi. Javhar İlham mundaq dedi: "Men xalqaro jamiyatning Jungo hukumatining qarlashi bilan naq turmida etayotgan dadam uchun ko'ngil bo'lishini umid qilaman. Jungo hukumatining dadamni qo'yib berishini talab qilaman." İctimai taratqularda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari yaqinda Uyg'ur avtonom rayonidagi aholilarning pasportini yig'ib olish haqida keng ko'lamli uqtirish tarqatgan. Egallanishicha, Urumchi, Qumul, Shixanza, Manas qatorliq joylardagi soqchixonalar aholilarning pasportini yig'ib olish haqida maxsus uqtirish tarqatgan bo'lib, agar aholilar pasportini vaqtida soqchixonaga topshirmasa, oqibatiga o'zi mas'ul bo'lganligi haqida tahdidlik ogohlantirishlar berilgan. Xitoy doiralarining Uyg'ur elida pasport yig'ib olish haqidagi bu tahdidkor uqtirishi xalqaro jamiyat bilan muhojiratga Uyg'ur kuzatuvchilarining diqqatini qo'zg'adi. Amerika Uyg'ur jamiyatining raisi Ilshod Hasan apandi bu haqda inkos qaytarib, Xitoy hukumatini aybladi. Egallanishicha, Qozog'istondagi Uyg'ur jamoatini eng ko'p o'ylantirayotgan va tashvishlantirayotgan masalalarning biri Uyg'ur elidagi milliy ma'rifning taqdiri ekan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan Almuta viloyatiga qarashliq Uyg'ur yezilarida ona tilda o'qiyotgan Uyg'ur bolalarining ozayib ketishi Qozog'iston Uyg'urlarining kelgusi kimligi va milliy adabiyotiga passiv ta'sirlarni olib keladiganligi mo'ljallanmoqda ekan. Qozog'istonlik yosh yozuvchilar radiomizning ziyoratini qabul qilib, o'zlarining bu vaqtdagi andishalarini bildirdi. Ma'lum To'xtag'inov, agarda Qozog'istondagi Uyg'ur maktablari yopiladigan bo'lsa, dunyo Uyg'urlari uchunmi cho'ng fojia bo'ladi deb ko'rsatdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar, xayr xo'sh.